Salohattin aka, mana hozir ichki birinchi qanaqa ichki bolalarga o'xshamaydi, odatiy ichki bolalarga o'xshamaydi deb o'yladim. Marhurdi bolalar ekan. Bu bolalar qayerdan kelib qolgan bu yerga? Bu aprel chislosi yodimda emas, aprel-may oylarida ish faoliyati olib borgan paytimizda bir echki egiz bolasi bo'lgan. Katta echkini egiz bolasi bo'lgan. Shu echkini bo'ri olgan ekan. Yoshligidan tug'ilgandan o'zi yo uni bo'rga olib ketardi yoki bo'lmasa o'lardi. O'shani shu bazamizga o'zimizga olib keldik. Keyin xonaki echkiga emirib katta qildik. Mana xonaki echkimizga emirib mana bu onasi to'g'rimi hozir bular? Ha, bu onasi. Onasi xuddi o'zini bolasidek katta qilib turibdi, mana ko'rib turibsiz. Hozir nima bilan boqasizlar endi? Sal katta bo'lib qolgan. Hozir mana necha oylik? Mana bu 6-7 oylik bo'ldi. Mana yem yeyapti, qo'ldan beda yeyapti. Hozirgacha mana birtasini emadi. O bolasizday emiradi echki. Voyaga yetishi necha yoshda bo'ladi bularni? Bularni uji mana birtasi ikkilasini ikkitasi emardi, birtasi uji ayirdi bolasini. Uji yemaydi, hashak yeydi, suv ichadi, uji ayirdi birtasi ayirgani yo'q. Marhurdim voyaga yetish davri necha yoshga kirganda voyaga yetgan hisoblanadi va ko'payib boshlaydi? Bu 8 oy, 9 oy, 1 yildan keyin uji onasi ajratib go'ng paytiga. Go'ng payti ulardagi o'sha marhurni onasi ajrab ketadi. Uji 1 yillik bo'lgandan keyin ajrab ketadi. Chunki yana nima deydi, echki yana bir bolani dunyoga keltirish kerak. O'shaning uchun ham 1 yillik oldin bolasini ajratish kerak onasidan. Asta bilan. Bu keyin bu kattartirib, uji xavf bo'lmaydigandan keyin uji toqqa o'zimizni joyga qo'yib boramiz. U toqqa qo'yib yuborsalaringiz bu endi qo'lga o'rgangan, yerda yovvoyi tabiatda o'rganib keta oladimi? Yovvoyi tabiatga o'rganish uji hamma qo'shilib ketgandan keyin yovvoyi hozir ushlab bo'lmaydi. Hozir yoniga boring qochadi. Qochadi. Ushlatmaydi. Uji kattarib ketgandan keyin uji bir-biriga qarab yovvoyi moslashib ketadi. Baribir yovvoyi. Mana bu onasi mana o'zimizni mana bu echkiga o'rgatganimiz uchun olib ketgan, emirib katta qilgan hozir. Zo'r.